Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Uzbastro Gamer. Bugungi videomizda do'stlar sizlar Maestro o'yinini o'ynab ko'ramiz. Ya'ni bu ham VR olamidagi o'yin. Hozirda kanalimga ko'proq VR olamidagi, ya'ni VR o'yinlar ko'proq yuklanmoqda va bu ajoyib video bo'ladi degan umiddaman. Do'stlar, video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib, videoga o'zingizlar fikrlarini qoldiringlar. Unda boshlaymiz. Xullas, bunda biza bo'ladi-yu, cho'pchani ushlab oladi-da, tirq qilib turadigan odamlar bir aytishganlarni. Mana shunaqa katta zalda nimalar bor. Mana shu musiqiy orkestr. Короче, o'shanaqani cho'p ushlab turadigan brati bo'lib ishtirok etaman. Mana bu brat soch cho'ti menga yoqdi, yaxshi mayli. Unda xo'p, mana shundan boshlaymiz. Короче, undan keyin buni. Bu musiqani aniq eshitgansizlar. Xullas, bunda cho'zib o'tirmayman, boshlaymiz. Mana ushlang bratim, tirjayman menga. Yo'qol. Yo'qol, patak soch yo'qol. Tak, короче, hozir cho'pchani ushlaymiz-da, tirq qilib turamiz. Xo'p, birinchi bunaqa qilish kerak ekan, birinchi, ikkinchi bunaqa, uchinchi bunaqa. Xo'p. O'tiringlar. Bu qanaqa qiladi? Mayli. Qani, ketdi. O'ylaganimdan ko'ra osonroq ekan. Prosta notalar to'g'ri bersa, mana. Chotki. Endi qaqa? Oppa, bratim. Hop. Siz yana. Chotki. Oy, ko'tarish kerak ekan o'zi. Mana o'sha joy. Ovoz ko'taramiz. Bu o'yinchota menga yoqyapti. Prosta noto'g'ri qilib qo'ymasa bo'ldi-da. Bal tushib ketadi. Mana bal bor mana bu. Muhimi bal to'g'ri ushlab tursa bo'ldi. Voy yaxshi. Oppa. To'g'risi bu o'yin salgina qo'l og'ritar ekan, chunki qo'limni oldinroqqa cho'zmasam o'zimga notalar ko'rinmay qoladi. Shuning uchun ham yelkam sal og'riyapti. Do'stlar, agar bu qanaqa san'at turi ekanligini bilsanglar, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Ya'ni bu qanaqa san'at turi ekanligini to'g'risida men bilmayman, bilardim oldilari, lekin hozir esimda yo'q nimaligi. Vasheta. Buni qo'l bilan ham o'ynasa bo'lar ekan, qizig'i. Mana qilsa, keyingi o'yinni qo'l bilan o'ynab ko'rsatib beraman. Ikkita musiqa chalmoqchiman. Boyaga ikkita ko'rsatganimni. Menimcha shu yerda tugaydi. Chotki. Ana endi bundoq qilib ta'zim berib qo'ysak. Shunaqa qilib ta'zim berib qo'ysak. Ajoyib.
Ajoyib, ajoyib. Ana endi do'stlar, hop pult bilan normalni ketdi. Hop mana pult hozir ipini qo'limdan yechib oldim. Hop bratim, isqirt menga pivo olib keldingmi hozir? Ana endi qo'limga o'tdi. Pultlarni atga unda qo'yib qo'yaman va yo'q. Hozir ana shunaqa o'zgartirib yuborish ham bor-da. Mana, ana endi men qo'l rejimiga o'tib oldim. Ya'ni hozir men qo'limda boshqaryapman. Tak, ko'raylikchi. Menga yaxshi so'zlar yozishibdi opalar. Bu meni to'plagan ballarim 7540. Mana hammasi to'ldi. Bu degani cho'tki qildim degani. Ya'ni bu easy mod. Easy modga yaxshi. Mana ochchi. Endi yo'qot. Bratim pivingizni o'zingiz ichasiz, tushundingizmi? Menga muxlislardan влажный salfetkan hidi kelyapti cho'ta. Da bu musiqani ham sizlar aniq menimcha eshitgansizlar. Oldingi misol uchun Bolajon telekanalida multfilmlar bo'lardi. O'shanda qishki multfilmlar. G'ijim basharlar cho'ta ko'p. Xo'p, o'tiringlar joylarga. Ana endi bildim. O'tir. Xo'p, tayyorlanamiz. Xo'p. Menimcha bu safar sal notani o'tkazib yuborsam kerak. Chunki qanaqadir video olayotganimda qotishlar bo'lyapti. Buni chet qaraganimda, короче, qotishlar bo'lib ketyapti. Shunga ba'zi bir notalarni o'tkazib yuborishim mumkin. Chunki bo'ladi-da, endi video ko'rgan vaqtimda shunaqa narsa bo'lib turadi baribir. Mana shu musiqa menga ko'p narsani eslatadi bora. Oldingi kichkinaligimda ko'radigan multfilmlarimni, nimalardir ham. Xo'p, g'ijim basharalari boshqarmasa o'zi bitta ishdan ham eplasha olmaydi. Hop, qatta. Hoppa. Вообще bor bu musiqa. Mana qishki multfilmlarda qo'yardi. Qor malikasidamidi? Shu multfilmda edi-yu. Agar bilsanglar yozib qoldiringlar do'stlar. Men hozir sal eslolmayapman, qaysi multfilmda bo'lganligini. Tugadimi? Cho'ta. Menimcha tugadi. Xo'p, ana endi bitta ta'zim bajo etamiz. Xo'p, cho'tki. Bratlarim, nigo. Uncha nigolar yig'ib Cho'tki. Voy, qiyshiq aptini buzaman hozir. Negr, nima yo'q deyapsan? Isqirtdi bolasi. Cho'tki.
G'ijim, negir, yo'qol bu yerdan. Aptingga uray seni isqirt bocha. Nima yo'q deysan? Normalniy chiqdi-ku. Mana negir kalingdan, negir dadangdan ruxsat olsang bo'lmaydimi? Do'stlar, men bu gapim bilan bu odam ajratish chiqmoqchi emasman. Prosta o'yin. Hamma odam ham bir xil. Hamma odam o'zi xohlab tug'ilmagan buni holatda nima qilishi, odam ajratish bu juda yomon narsa. Xullas, menimcha chiqsak ham bo'ladi. Chiq. Isqirt necha marta bosay chiqishing uchun. Xo'p, bratim, pataksoch nima olib kelding menga? Ovqatmi? Ovqat qani? Ana ovqat. Bugun juda ham zo'r edi. Qarachi, juda zo'r qilib qo'yibman-da ishni. The flower has waiting to your recipe installed. Qarachi, bu nima? Buni bratim o'zing ichma. Bu bilan sochingni yuvsang, soching yaxshi bo'lib ketadi. Yangi qochilibdi. Qataydi mana. Cho'pakchani yangisidan ochdik, cho'pakchani. Qoshiq? Nima ekan? Qo'l. Menga maestro bo'lgan yaxshiroq. Bu yerda oddiy va bunaqasidan. Cho'pakcha. New York mashinada qola qolsin keyingi safarga. Xo'p, kakras ovqat. Ey, inglizcha gapir yo o'zbekcha gapir. Men german, nemis tiliga tushunmayman. Sebende bi baytaydeste vara. Da. Chotki, menimcha bugunga yetadi deb o'ylayman. Unaqa uzun video ham bo'lishi shart emas, chunki bargam hech kim bu joygacha ko'rmaydi videoyimni, aniq bilaman. Agar mana shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, rostdan ham plyus belgisini qoldiringlar do'stlar. Chunki men hozir juda prosmotram tushib ketgan. Почти bir hafta oldin qo'ygan videom endigina 30 martami, 20 martami ko'rilyapti. Bu juda yomon natija do'stlar. Endigina bir YouTube'ga normalroq video olaman deb o'zimga motivatsiya bo'layotgan vaqtda yana mana shunaqa prosmotrlar tushib, layklar yo'q, komment yo'q. To'g'risi yana video olish niyatim ham pasayib ketadi do'stlar. Shuning uchun menga motivatsiya bo'lish uchun bitta dona layk bosib qo'yinglar do'stlar va kanalimga obuna bo'linglar. Xullas, sog' bo'linglar do'stlar, omon bo'linglar. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha agar ko'rishsak. Unda